O'zbekiston tashqi va chakana savdoda kriptovalyuta to'lovlarini sinab ko'radi. O'zbekiston istiqbolli loyihalar milliy agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Vyacheslav Pakning so'zlariga ko'ra, chakana va tashqi savdo operatsiyalarida kripto aktivlardan foydalanish bo'yicha sinov loyihalarini amalga oshirishni rejalashtirmoqda. O'zbekiston 3 ta asosiy loyihani amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Taqsimlangan reyestr, ya'ni blockchain asosida to'lov tizimini yaratish, tashqi savdo hisob-kitoblarida texnologiyadan foydalanish va do'kon ichidagi to'lovlarni amalga oshirish. Pakning so'zlariga ko'ra, barqaror tokenlardan foydalanish vositachilarga ehtiyojni yo'q qiladi. Bu to'lovlarni qayta ishlashni sezilarli darajada tezlashtiradi va tegishli xarajatlarni kamaytiradi. Shuningdek, istiqbolli loyihalar milliy agentligi vakili Asqar Zakirovning tushuntirishicha, kriptokartalar orqali to'lov qilish to'g'ridan-to'g'ri kriptovalyutada amalga oshirilmaydi. To'lov jarayonida birja foydalanuvchining kripto aktivini oddiy pulga almashtirib, do'konga uni o'tkazib beradi. Natijada do'kon odatiy valyutani oladi. Kriptovalyuta esa birjaning o'zida qoladi. Biznes va moliyaviy xabarlarni Capital.uz kanalida kuzatib boring.